Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Yana bir fayzli xonadonimiz bitib bormoqda. Chiroyiga, sifatiga baho berib qolasizlar. Ekranda nomerlar qoldiramiz. Eng so'nggi fasonlar. Ustalarimiz hali ishni davom ettirmoqda. Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Mana yangi fason. Gipga klinker degani mana. Ko'taraymi tikka? Yaltillab mana, yaltillab chiqqan tekis qalinlari ham qalin. Mana har xil fasonlari bor. Bunga taqlashlik fason mana. Uzoqdan kubikka o'xshab ko'rinadi. O'zigacha fasoni bor. Yana Mana bunday qoralari bor. Juda ajoyib. Xullas qalon turi ko'p. Mana bu yoqda eshik derazalarning chetiga yangi ideya qildik. Ko'rib baho beraverasizlar. Hozir shokoladli fasonimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Klinker mana. Qanday yaltillaydi. Buni ham qo'yamiz. Mana azizlar. Kubik fasonda ko'rinadi. Ko'rinish uzoqdan juda ularga juda zo'r hozir. Vaqti dahshat trend bu. O'zbekistonda yagona. Tavsiya beramiz, nasib bo'lsa. Qiziqqanlar bo'lsa, qalinligi ham qalin. Mana azizlar. Sariq fasonda ishlangan. Tekisligiga baho beringizlar, tekisligiga. Juda tiniq. Issiq sovuq o'tkazmaydi. Qolaversa, yoriq tirishini hamma devorlarga bo'laveradi. Og'i ham shunday, oq fasondagisi. Uzoqdan kubik, yonboshdan qarasangiz kubik bo'lib ko'rinadi. Tovlanadi qarorchi. Trenddagi fasonimiz. In the stillness of the night, under the moonlight so bright, our hearts are joined in harmony, a love so pure and free. You are my heart's desire, my soul's eternal fire. In your arms I feel complete, our love will never retreat. The stars above shine down on our love that's known. Qadrdonlar gipki kamerani sifatini tekshiramiz. Aka, mashinani haydang aka. Haydang aka. Qadrdonlar qaranglar, bu sinadimi, yirtiladimi deganlarga, yirtilmaydi, sinmaydi ham eng zo'rdan bo'ladi. Aka, loyni sachamiz. Loyni saching aka. Eng zo'ridan bo'ladi, mo'jib bo'ladi. Bemalol loyni sachgandan keyin mana shunday qilib agar suv uradigan bo'lsangiz, top-toza bo'lib qoladi, ko'ryapsizlar. Umuman dog' qolmaydi. Aka, sifatini tekshirishga yana bitta tepamiz aka. Teping aka. Sinmaydiganidan eng zo'rdan bo'ladi. Operator bitta ko'rsating, hech nima bo'lgani yo'q. 2026-yilda trend bo'lib turgan gipki kamerlar bo'ladi. Xohlasalar yana shunday fasonlardan qilib berishaveradi, ko'ryapsizlar. Rangini, fasonini farqi yo'q. Operator bitta ko'rsating, mana
mana bu joylarni ham xonadonimizga, fayzli xonadonga zo'r qilib berishgan 90 ming so'mdan, 90 ming so'mning ichiga usta haqi, gipki kamin, kileyi, laki, dastavkasi ham ichida ekan. Faqatgina bu narx vodiyga, Toshkent vohaga kelishilgan holda bo'ladi. Tekis tayyor bo'lsa 90 ming so'mdan. Agar devoringizga emulsiya qilingan bo'lsa, travertin qilingan bo'lsa, kafenikligini olib berasiz, tortib berishlari 15 ming so'm bo'ladi kafenikligida. Agar tayyor devor bo'lsa 90 ming vodiyga. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Farg'onani Rishton nuqsa kelamiz, Farg'onani Oltiariga qilib qo'yibdi. Tamom.